Assalomu alaykum. Mana biz hozir Parkutda joylashgan kvartiramizda qilgan ishlarimizni sizlarga batafsil yoritib bermoqchimiz. Nima ishlar qilganmiz, qanaqa qilganmiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu koridor. Koridorda kirib ko'rishlarni tupli pol qilganmiz. Bu tupli polimizni alohida bitta karta qilib montaj qilingan. O'zini mana bu joyida datchigi bo'ladi. Datchigidan alohida polga temperatura berib, tupli polni boshqarsa bo'ladi. Xohlagan haroratinglarni belgilab boshqarsangiz bo'ladi. Kirganda chap qo'lda bizda shkop bo'ladi. Kiyimda ilinadigan, oyoq kiyimda qo'yiladigan shkopni o'rnini tupul pol qilmasdan chiqib ketganmiz. Isitish tizimida kombinirованный isitish tizimidan foydalanganmiz, ya'ni ham radiatordan ham tupli poldan foydalanganmiz. Tupli pol faqat oyoq tegini zaxni olish uchun yoqiladi, xonani isitishga foydalanilmaydi. Asosiy issiqlik bo'lsa radiatordan olingan holatda xonalar isitiladi. Endi bizda bu joyimiz mana kattalarning spalnisi, взрослый spalni deyilsa, bu yerda mana bu joyda bizda kilovatt o'rnini tupli pol qilmaganmiz. Faqat uni yuradigan atrofining o'zini tupli polni qilib berganmiz. Radiatorlarni vertikalniy radiatorlardan foydalanganmiz. Sababi bizning mana bu devorimiz eniga ensiz bo'lgani uchun oddiy radiator qo'yganimizda bu yerga sig'dira olmasdik. Shuning uchun eniga ensiz, bo'yiga balandroq turadigan radiatorlardan foydalanganmiz. Bu radiatorlarimizda mana shu qismida ertaga termogolovkali ekran bo'ladi. Xonani haroratiga qarab turib, batareya o'zi o'chib, o'zi yonadigan bo'ladi. Xonani qattiq darajada isitib olmaydi demoqchiman. Keyin bo'lsa, romlarimiz panorama bo'lgani uchun botlarni tupli polini zichroq qilib berganmiz. Orasini oynadan kirayotgan suvni to'sishi uchun. Qolgan qismini bo'lsa, standart 20 sm dan qilib orasini montaj qilib berganmiz. Bu joyda mana shu xonamizni tupli polini komnatning termostati turadi. Buni simlari bilan trubalarni qo'yib ketganmiz. Ertaga shu joyda datchigi turadi-da, alohida polga harorat belgilab qo'yadi. Yonidagi xona bizda o'sha spalnining o'zini sanuzyeli. Bu joyi tupli polini orasini zichroq to'qiganmiz. Misol uchun shagi hozir bu yerda 10 sm dan qilingan. Nimaga? Ertaga bu hammom issiq bo'lishi kerak. Cho'milganda, o'sha badani yechilganda, suv teganda badani sovishi mumkin insonni. Shuning uchun bu tupli poli zichroq qilingan. Buni ham alohida datchik orqali boshqariladi. Tupli poli datchikining joyi faqat tashqariga qo'yganmiz. Nimaga? Ertaga sanuzelda suv tegish ehtimoli bor, par bo'lishi mumkin. Suvdan xavfsiz turishi uchun buni datchigi faqat bu yerda turadi, lekin hammomni poliga harorat belgilasa bo'ladigan qilingan. O'sha trubka kanallarini ichkariga qo'yib ketganmiz. Hammomimizda endi hozir ustalarga foydalanishi uchun vaqtinchalik unitas qo'yib berganmiz. Osma unitas bo'ladi bu yerda. Osma unitazning o'ng tarafida o'tirganda mustahab smesители bo'ladi. Keyin bo'lsa, bu joyimiz bizda dush bo'ladi. Dushimizga stroyinniy smesитель qo'yib berganmiz, ya'ni devor ichida turadigan smesитель qo'yilgan bu yerga. Bularni alohida montajniy shinalarga akkuratniy montaj qilib qo'yganmiz, backpad qilib o'rnatilgan. Ertaga ham zamonaviy chiroyli ko'rinish berib turadi hammomimizga. Keyin bo'lsa, mana bu yoqda bizda koridor. Koridorda bu yoq taraf bizda umumiy hammom, umumiy sanuzel, общий sanuzel. Bu yerda bizani kirganda o'ng tarafda unitazimiz turadi, osma unitas. Buni ham o'ng tarafida mustahab smesители bor. Tepasiga kollektorimizni yig'ib yuborganmiz. Ertaga bu mebel bilan yopib qo'yiladi. Mebelni ochib turib, ertaga xizmat ko'rsatish imkoniyati bo'ladi. Datchiklarimizni simlarini shu joyga olib kelib, montaj qilib chiqarib qo'yganmiz. Keyin bo'lsa, bu yerda bizda общий sanuzel bo'lgani uchun vanna bo'ladi. Vannani ham smesitellari devor ichida qoladigan smesitellardan foydalanganmiz. Bu tomonda bo'lsa rakvina. Rakvinani ham smesitellari devor ichida qoladigan stroyinniy modelda. Bu tarafda burchakda kir mashinamiz bo'ladi. Keyin mana shu hammomga shunday kirishlar bilan reski o'ng qo'lda sushulkaga tochka chiqazib ketganmiz. Ertaga har xil kiyimlarni, sochlarni quritishga foydalansa bo'ladigan sharoit bo'ladi. Bizda bu xonamiz detskiy xona, ya'ni bolalar xonasi. Bu yerda ikki tarafda kravat bo'ladi, ya'ni chap tarafda ham, o'ng tarafda ham kravat bo'ladi. Kravatlarning o'rni tupli pol qilinmagan, faqat o'rtasi tupli pol qilib montaj qilingan va romni tegi zichroq montaj qilingan. Shu romdan kirayotgan suvni to'sishi uchun. Bu joylar
ertaga shaxtalari apishga qilinib yopiriladi. Endi sizlar bilan oshxonaga chiqamiz. Mana bizda hozir bu xonamiz oshxona, bu xonamiz bo'lsa, zona o'ddih deydi. Endi bu nima desa bo'ladi? O'tiradigan, dam oladigan xona bo'ladi. Mehki mebellar turadigan xona bo'ladi. Bu yerda ham mana tupli polini orasini zichroq montaj qilganmiz. Romlarimizni orasiga, rom bilan rom orasiga vertikalniy radiator qo'yganmiz. Bu ham alohida termogolovkali ekrani bor. Xonaning temperaturasiga qarab batareya o'zi o'chib, o'zi yonadigan bo'ladi. Bu yerda ham tupli polini o'zini alohida boshqaradigan datchiklari bor. Undan tashqari mana bizda hozir oshxonamiz. Oshxonamizda bu joyda bizani qozonxonamiz, ya'ni kotelligimiz. Kotelligimizda alohida issiq suvni yo'liga boiler qo'yib berganmiz. Bu boiler bizga nimaga yordam beradi? Ikkita hammom, bitta oshxonamiz bor. Agar hamma yoq baravar ochib qo'yilsa ham, issiq suv bir tekisda keladi, ravon keladi. Keyin bo'lsa, issiq suvni butun kvartira bo'ylab aylanadigan qilganmiz. Siz misol uchun rakvinani oldiga kelib turib yoki o'sha dush smesitelini oldiga kelib turib ochishingiz bilan issiq suv kelishini kutib o'tirmaysiz, darrov issiq suv tushadi. Issiq suv doimiy aylanib turadi. Undan tashqari, mabodo hammomlarda, oshxonada suv toshish ehtimoli bo'lib qolsa, suv toshishi ehtimolini olish uchun datchik protechkani kranlarini qo'yib ketganmiz. Bu yerga bizga suvimiz toshib qolsa, avtomatik uyga kirgan suvni o'chirib qo'yadi. Endi bu kotelniy bu qanaqadir ham baribir suvli zona hisoblangani uchun kotelniy xonaga ham alohida trap uchun kanalizatsiyadan tochka chiqarib ketganmiz. Mana shu joyda trapni o'rnini qoldirib ketganmiz. Steyshga qilinayotganda steyshga siqib qo'ymasligi uchun ertaga steyshkadan keyin polni noliga qarab turib trapini joylashtirib yuboriladi. Keyin bo'lsa bu yerda bizda mana moykamizni o'rni. Moykani o'rni chiroyli bo'lib turishi uchun bu yerga mana shunaqa reflonli list qo'yib yubordik. Faqat moykani o'rni emas, ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham chiqishlari ko'p. Undan moykadan tashqari bu tarafda bu joyda filtr bo'ladi, bizga suv tayyorlab beradigan. Undan tashqari idish-tovoq yuvadigan avtomat posuda moyka bo'ladi. O'shani ham suv ulanishlari, kanalizatsiyalari moykani tagida bo'ladi. Ertaga bu narsa bizga moykani ochib turib, qanaqadir avariy situatsiya bo'lsa, bemalol xohlagan kranimizni o'chirib, xizmat ko'rsatishimizga yordam beradi. Keyin bo'lsa, mana bu oshxonada ham o'sha romlarning tagini, tupli pollari zichroq montaj qilingan. Qolgan xonalar bo'lsa, qolgan joylari standart shagi 20 sm dan montaj qilingan. Kimga agar shunaqa sifatli isitish tizimlari, montajlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning jamoamizga murojaat qilinglar. Bizning jamoamizda alohida isitish tizimlarini loyihalashtirish, undan tashqari quyosh orqali issiq suv ishlab chiqarish tizimlarini qilish hamda отопление santexnika ishlarini biz qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.